Avvalambor assalomu alaykum barchalaringga. Bugungi videomiz orqali ko'pchilik abituriyentlarda qiynab turgan savolga javob bermoqchimiz. Ya'ni qanaqa savol deydigan bo'lsak, 2025-2026 o'quv yillarida IELTS sertifikat, ya'ni IELTS dan 5,5 ball o'qishga kirish uchun, ya'ni imtiyozli ballni qo'lga kiritish uchun o'tmaydi degan gaplar yuribdi. Mana shu narsa qanchalik haqiqatga to'g'ri kelishini sizlar bilan bu videoda ko'rib chiqamiz. Xo'p, avval bitta narsani tushunib olishimiz kerakki, IELTS va TOEFL multi-level sertifikatlari nima o'zi? İkisi ham til sertifikati hisoblanadi. IELTS bu xalqaro sertifikat, TOEFL bo'ladigan bo'lsa, multi-level bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'zimizni o'zbek milliy sertifikati hisoblanadi. Bu sertifikatlardan o'tish balli bor, ya'ni siz ingliz tili yo'nalishingizga imtiyozli ball yutib olishingiz uchun universitetga kirib turgan paytingizda o'tish balli bor. Multi-leveldan B2 daraja o'tadi. 5,5 dan yuqori darajalar oladigan bo'lsangiz IELTSdan. Bu degani siz imtihonlardan, ya'ni ingliz tili yo'nalishidan imtiyozli ballarda qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu 5,5 ballimizni bu yildan o'tmaydi degan gap yuribdi. Bu narsa umuman noto'g'ri, 100% noto'g'ri ma'lumot. Sababini mana shu video davomida sizga huquqiy taraflama ham va shu bilan birgalikda IELTS'da o'zi qanaqaligi haqida ham tushuntirib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda IELTS va TOEFL nima degan savolga javob beryapmiz. IELTS bu xalqaro sertifikat. Agarda siz IELTS imtihonini topshirgan bo'lsangiz va 5,5 yoki undan yuqori darajadagi sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, siz nafaqat IELTS, shu bilan birgalikda xuddi mana bu rasmda ko'rsatilgan o'quvchilarimiz kabi TOEFL natijasini ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Misol uchun, mana bu o'quvchimiz IELTSdan 7,5 natijani qo'lga kiritishgan va katta chekasiga qaraydigan bo'lsak, batta TOEFLdan C1 darajani ko'rsatyapti. Ya'ni bu degani IELTSdan 7,5 olish orqali TOEFLdan ham C1 darajaga erishgan. Endi sizda IELTS natijasi 5,5 bo'ladigan bo'lsa-chi, 5,5 bo'ladigan bo'lsa, sizda xuddi mana shu C1 o'rniga B2 turgan bo'ladi. Ya'ni IELTS 5,5 bu multi-level yoki TOEFL natijalaridan B2 ga teng. Bu nima degani? Bu degani siz IELTSdan 5,5 oladigan bo'lsangiz ham, multi-leveldan B2 oladigan bo'lsangiz ham ikkisi ham o'tadi. Mana bu imtiyozli ballarni imtihonga kirishdan oldin olishingizga. Demak, siz bilan hozir mana bu Lexus portalida chiqqan ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Huquqiy tomonlama ham gaplarimizni isbotlab beramiz. Ko'rishimiz mumkin, mana bu qarorga muvofiq, ya'ni xorijiy tillar va umumta'lim fanlarini bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida chiqqan qaror. Va bu qaror O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 25-mayda ro'yxatdan o'tkazilgan. Ro'yxat raqami 3515. Ya'ni bu degani, mana shu qaror orqali bakalavr, magistratura, universitetlar, litseylarga qaysi xalqaro yoki milliy sertifikatlar o'tishi tasdiqlanganligi to'g'risidagi qaror. Endi bu qarorni bizga o'zimizga kerakli joyga tushadigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, ikkinchi bobida, bu qarorda ikkinchi bobida ko'rsatilgan o'rta maxsus, professional, oliy va oliy ta'limdan keyingi ta'limda kirishda tan olinadigan xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro sertifikatlar ro'yxati. Bu sertifikatlarga birinchi o'rinda TOEFL, ya'ni Common European Framework of Reference, TOEFL shkalasi bo'yicha B1, B2, C1, C2 lar o'tadi. Endi o'rta maxsus professional ta'lim uchun ingliz tilidan, ya'ni IELTS ga qaraymiz biz. IELTS ga qaraydigan bo'lsak 5, 5,5, 6,5, ya'ni litseylarga kirish yoki kollejlarga kirish uchun 5 natijasidan boshlab siz IELTS natijasi bo'ladigan bo'lsa, bemalol qabul qilishadi. Bakalavr yo'nalishiga bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bakalavr ta'lim yo'nalishi uchun ingliz tilidan chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha milliy sertifikat, ya'ni multi-leveldan B2 hamda C1 darajalari o'tadi. Endi IELTSdan bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana International English Language Testing System, ya'ni IELTS Academic deb qo'ygan o'zi 5,5 natijadan boshlab turib 9 natijagacha qabul qiladi. Ya'ni bu degani, bu qarorga muvofiq sizda agar 5,5 natijangiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol imtiyozli ballni qo'lga kiritishingiz mumkin 2025-o'quv yilida. Endi magistratura mutaxassisligi va oliy ta'limdan keyingi ta'lim uchun qanaqa yo'nalish bo'ladi deydigan bo'lsak, ingliz tilidan
chet tilini bilish darajasi B1 dan boshlanadi. Ya'ni B1 sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol magistraturaga o'tadi bu ingliz tilingizni yopgani. IELTS dan bo'ladigan bo'lsa, 4 va 5 natijadan boshlanadi. Ya'ni 4 natijangiz bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol magistraturaga ham imtiyozli ball bilan kirishingiz mumkin. Aytib o'tganimizdek, bu narsalar, ya'ni bu ma'lumotlar hech qanaqa haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar. Oddiy misol, mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsangiz ham, agarda sizni 5,5 natijangiz bo'ladigan bo'lsa, bu degani siz multi-level yoki 0 dan B2 ga allaqachon egasiz. Shuning uchun, hurmatli abituriyentlar, xavotir olishni umuman keragi yo'q. Agarda o'zingizni 5,5 sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, multi-level ya'ni B2 olaman deb pulingizni ham, vaqtingizni ham sarflab o'tirmang. 5,5 IELTS bu yilgi ta'lim, ya'ni oliy ta'limga kirish imtihonlarida imtiyozli ballarni sizga olib berishga yetadi. Demak, bugungi videomiz mana shundan iborat. Bu videomiz orqali mana shu tarqalgan ma'lumotlarni noto'g'riligi haqida yetkazib qo'ymoqchimiz. Xavotir olishga umuman o'rin yo'q. Demak, qolgan fanlaringizni bemalol o'qishingiz mumkin. Rahmat, hammalaringga salomat bo'linglar.